11-tamoyil. Natija yoki bahona. Do'stlar, hayotda juda oddiy, lekin juda qiziq qoida bor. Yo natija yoki bahona. Ikkalasi bir vaqtda hech qachon to'g'ri kelmaydi. Agar inson natija qilsa, u bahona qilmaydi. Agar inson bahona qilayotgan bo'lsa, u natija qilmaydi. Chunki natija qiladigan inson yo'l izlaydi. U shunday deydi: qanday qilib bo'ladi? Bahona qiladigan inson esa sababini izlaydi. Masalan, vaqt yo'q, pul yo'q, odamlar tushunmaydi, hozir vaqti emas. Lekin haqiqat shundaki, natija qiladigan inson imkoniyat qidiradi. Bahona qidiradigan inson esa sabab qidiradi. MLM biznesida ham farq faqat mana shunda. Ba'zilar imkoniyatni ko'radi va harakat qiladi. Ba'zilar imkoniyatni ko'radi va bahona qiladi. Shuning uchun men doim shunday deyman. Liderlar natija qiladi, kuzatuvchilar esa bahona. Endi eng muhim savol: siz qaysi tomondasiz? Natija qiladiganlar tomonidami yoki bahona qiladiganlar tomonida? Chunki kelajakni bahona qiladiganlar emas, aksincha natija qiladiganlar qurishadi.